Qadrli yurtdoshlar, agar sizda doimiy charchoq bo'lsa, ham aqliy, ham jismoniy juda qattiq charchoq bo'layotgan bo'lsa, bo'g'imlaringizda, tizzada, belda, umurtqalarda og'riq bo'layotgan bo'lsa, sizda terilaringizda osilish yuzaga kelib tirishlar tushayotgan bo'lsa, albatta men sizga bir mahsulotni tavsiya qilaman. Bu mahsulot morskoy kollagen hisoblanib, hozirgi kundagi eng trenddagi mahsulot hisoblanadi. Rossiya akademik olimlari tomonidan ishlangan bu mahsulot judayam kichik formula molekulyar holatda ishlangan bo'lib, organizmga oson so'riladi. Buni ichish tartibi qanday? Kuniga 2 kofe qoshig'ida xohlagan sevimli so'kizga aralashtirgan holatda iste'mol qilasiz. Kuniga bir mahal ovqat bilan, ovqat paytida. Buni ichish davomligi qanday degan savollarga javob beraman. Agar sizda aqliy faoliyatingizda charchoq bo'layotgan bo'lsa, jismoniy charchayotgan bo'lsangiz, 2 oy davomida iste'mol qilsangiz, buni effektini juda ham tez sezasiz. Agar sizda terida osilish holatlari yoki tirish tushib, yosharmoqchi bo'lsangiz, 3 oy davomida ichasiz. Agar bo'g'imlaringizda, umurtqalarida og'riqlarni bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, tizzalardagi og'riqni bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, bunga 3 oy 4 oy davomida iste'mol qilasiz. Haqiqiy biohakkerlar, ya'ni doimiy ravishda tabiiy mahsulotlarga ishqibozlar uchun buni besperitiv, ya'ni tanaffussiz ichishni tavsiya qilamiz. Azizlar, agar sizga original morskoy kollagen ichaman desangiz, mana bu pachkada ichasiz. Agar siz zreniyamga, ko'zim holatlariga, miya faoliyatlarimga desangiz, mana bu shakldagisi bor. Ikkalasi ham bir xil. Faqat tarkibida o'sha ko'zingizni, zreningiz uchun, miya faoliyati uchun qo'shilgan alohida moddalar bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka mavjud. Video so'ngida telefon nomerlarimiz hamda Telegram kanal manzillarimiz bor. Omon bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar.